Garmoniya dori vositamiz. Bu qanday xususiyatga ega? Garmoniya organizmda gormonlar o'zgarishini oldini olishda, bo'qog'imizda, oshqozon osti bezimizda yoki bo'lmasa buyrak usti va buyrak osti bezlaridagi o'zgarishlarni normaga keltirishda, keskin semirib ketish yoki keskin ozib ketish holatlarida ushbu dori vositamiz organizmni o'zgarishlarini asl holatiga qaytarish xususiyatiga ega. Ayollarimiz va erkaklarimizdagi endokrin bezlari noto'g'ri ishlashi oqibatidan kelib chiquvchi kasalliklarni oldini oladi. Organizmdagi toliqish, tez hansirash, holsizlanib qolish holatlarini to'liq tiklash xususiyatiga ega. Ushbu dori vositamiz 250 ming so'm turadi. Bittasi 13-15 kunga yetadi. Kurs lecheniya davrida 1 oydan 3 oygacha davolanadi.